Minecraft fizika qonunlariga bo'ysunishini yo sig'masligini bilarmidingiz? Xullas, mana shu Minecraftda biz fizika qonunlarini ko'rib chiqamiz. Bo'lsa ketdi. Obuna bo'l. Mana men asal va slime. Qaysi biridan o'q o'tadi? Buni hozir tekshirib ko'ramiz. Alda mana bu yerga jetil qo'yib boramiz. Birinchisi tayyor. İkincisi ham. Ama qo'ydik. Qani? Boshladik. Birinchi imkoniyat. O'xshamadi. Ana o'qimiz deydi va traderni bemalol ham asal bundan bu sinovdan o'tdi. Ana endi slime. Xo'sh, qani boshladik. Даже bunda trader ham ko'rmayapti. Narsa savdo xarid qilsa ham bo'lmayapti. Shuning uchun ikkinchi eksperimentimizga o'tib ko'ramiz. Agar jolida ularga bir donani teyib qo'ysangiz, orqangizdan quvib ketadi. Xo'sh, mana. Qo'l qani? Mana ekan. Mana. Ha. Hozir men telefonim 1.21 versiyasi bo'lgani uchun men telefonim biroz qotyapti. Videodan keyin mana hozircha golim paydo bo'ldi mana. Qachon to'yga boray? Xo'sh, endi ikkinchi golim yasash turi. Endi bunda paydo oddiy golim yasash turiga kiradi. Bu ham endi boshqacharoq. Faqat tagiga 2 donagina fagil qo'ysangiz. Mana bolalar. O'shamada albatta buni sinab ko'ringlar. Endi bir donagina fa keldi. O'shamada. O'rtasiga fa kel va mana bu yerga va mana bu yerga. Mana bolalar, bu eksperimentimiz ham. Like va obuna bo'lishni unutmang.